O'zi qanaqa biznes boshlamoqchimiz? Katta biznes. Ishlaringiz bitdimi? Yaxshi. Unda bizdan olgan pulingizni joyiga qo'yib qo'ysangiz. Kattaroq biznes boshlamoqchi edik. Mayli. Baxti, Tabii. choyxonani ham sotuvga qo'y. Qanchaga kirsa sot. Dachani ham sotamiz. Hozir sezoni-yu, qimmatroq ketar. Uzr. Biznesimiz kattami? O'zbekistonda hali hech kim qilmagan biznes. Unda anavi sexlarni ham sotamizmi? Yo'q. Ishlab chiqarishlarni sotmaymiz. Siz bilan Dubayda ko'rgan brilliant ko'zli o'zligimiz bor-ku. Ha. O'sha skidkaga tushibdi. Atigi $53,000. O'shani olaylik. Hozir biz barcha bema'ni xarajatlarni yig'ishtiramiz. Chunki men juda katta biznes boshlayman. Ikkita mashinani ham sotib oldim. Bitta oilaga bitta mashina yetadi. Mani mashinamni sotib, pulini tikadigan darajada qanaqa katta biznes boshladingiz? Nafaqat biz, balki avlodlarimiz ham eng boyi bo'lishadi. Keling, xizmat. Janob rektor, bu yil universitetlarga nechta talaba qabul qilmoqchisizlar? Ko'p. Aniq bir raqami bordir. Bor. 700 ta. Nechta grant, nechta kontrakt? 90 ta grant, 610 ta kontrakt. Nima, siz ta'lim vazirligidan keldingizmi? Sizga nima? Kimsiz o'zi? Biz oddiy bir gunohkor bandamiz. Shu ozroq yiqqanimiz bor edi. Shunga bir kattaroq biznes boshlashaymi degandik. Ozroq bilan katta biznes boshlab bo'lmaydi. Bo'ladi. Biz sizlarni 610 ta talabangizni kontrakt pullarini to'lab bermoqchimiz. Yo'q. Shunaqa odamlar bormi bizning millatda? Bor. Ozroq bo'lsa ham bor. Har zamon boshqalar ham kelib borishadi. Sizga pulni yetkazishadi. Bizga ruxsat. Kechirasiz. Bu sizga nima uchun kerak? Vatanim kelajagi uchun. O'zbek degan noming bor.